Впервые данная ассамблея проходит на территории Центральной Азии. Markaziy Osiyoda ilk bora o'tkazilayotgan assambleyaning Toshkentda o'tayotgani bizni faxrlanishga chorlaydi. Bu demokratik islohotlar amalga oshirilayotgan O'zbekistonga jahon afg'on ommasining yuksak ishonch bildirayotganini ko'rsatadi. Prezidentimiz parlamentlararo ittifoqning 150-assambleyasida chiqish qildi. Davlat rahbari o'z nutqida asosiy e'tiborni ta'limni rivojlantirish masalasiga qaratdi. Bu esa biz kabi soha xodimlarini behad quvontirdi. Negaki ta'lim tizimi masalasiga yuksak minbarda yuksak darajada e'tibor qaratildi. Prezidentimiz mamlakatimiz taraqqiyotida gender tenglik masalasi ham ustuvorlik kasb etishini qayd etdi. Xotin-qizlarning parlamentdagi ishtiroki 38% ga yetganini ta'kidladi. Bu xotin-qizlarning davlat ijtimoiy, siyosiy, ilmiy hayotida o'zining sezilarli o'rni borligidan dalolat beradi. Shuningdek, prezidentimiz 2021-yildan beri yurtimizda amalga oshirib kelinayotgan yoshlar siyosati, ularga farovon va rivojlangan mamlakatni barpo etishda faol ishtirok etish imkoniyatini berganligini alohida ta'kidladilar. Kun tartibidagi masalalarni e'lon qilarkan, yurtboshimiz birinchi navbatda barqaror rivojlanishni ta'minlash masalasiga to'xtaldi. Bu kambag'allikka qarshi kurashish, ijtimoiy ta'minot, yoshlar siyosati, xalq ta'limi, gender tenglik, iqlim o'zgarishi, sun'iy intellektni ilg'or qo'llanilayotgan dunyo hamjamiyati masalalari bo'ldi. Shuningdek, prezidentimiz jahon hamjamiyatini ta'limni samarali va yuqori professional darajaga olib chiqish uchun o'zining barcha intellektual kuch va imkoniyatlarini safarbar qilishga chaqirdi. Эффективным и высокопрофессиональным.